har kuni post joylayapmiz, har kuni reelslar joylayapmiz, hamma narsani qilib ko'ryapmiz, lekin to'pga chiqmayapti deb murojaat qilishdi menga. Bu savollarga ham hammasiga javob beramiz. O'sha til o'rganganinglarda ham grammatikani o'rganasizlar-ku. Xuddi shunday grammatikadek buni ham qadama-qadam o'rganishimiz shart. Oddiy insonlarga ham Instagram juda ham ko'p imkoniyatlar beryapti hozirda. 3 ta misolda buni tushuntiraman. Misol uchun Baydasdan qozog'istonlik bloger Instagram o'sha ofitsialniy akkaunt ham buni o'ziga podpiska tashlab, buni videoroliklarini joylashtirib boryapti. Instagram bu sun'iy intellekt. Hammanglar yaxshi bilsanglar kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, ya'ni algoritmni qanday qilib aldasam bo'ladi? Kommentariyalarda ko'proq yozishimiz kerakmi? Biz hozir o'sha yuboradigan persuade qilib do'stlarimizga yuboradigan texnikamiz ishlamaydi. Algoritmni hozir aldash juda ham qiyin. Algoritm sizlar telefoninglarni ushlab yoki telefoninglar oldida qanaqadir muloqot qilsanglar buni ham eshitadi. Amin bo'ldim shu narsaga. Bu juda ham zo'r natija beradi. Hukda aynan qo'rqitib, odamlarni miyasiga qanaqadir vasvasa, qanaqadir qo'rquv solib turib, keyin u yog'iga ma'lumot berib ketish juda ham yaxshi ishlaydi.